Excel'da foiz chiqarishni bir kichkina amaliy mashq bilan ishlab ko'ramiz. Birinchi bu yoqqa men Ctrl bosyapman-da, mana Ctrl tugmasini bosib turaman-da. Mishkani o'rtasidagi g'ildiragini bundoq aylantirsam, o'zi kattalashyapti, kichkinalashyapti. Sizlarga yaxshi ko'rinishi uchun ekranimni o'sha kattaroq qilib qo'yapman. Xo'p, bu yoqqa biz tovar nomini yozib qo'yamiz. Tovar deb yozdim. Bu yoqqa masalan soni deb yozyapman. Bunga masalan soni yozyapman. Endi keyin deb yozib qo'yapman sonini. Bunga endi biz nima qilishimiz kerak bo'ladi? Masalan, o'sha umumiy shu foizni chiqarishimiz kerak bo'lar ekan. Foizni umumiy foiz deb yozib qo'yadigan bo'lsam. Hop, monitor deb yozyapman. Monitor. Hop, monitor. Klaviatura. Klaviatura. Doimiy xotiratori. Hop, keyin bizni kamerani yozyapman. Mana shu joyda aytib ketishim kerak bo'ladi. Mana web kamera deb yozganimda e'tibor bersanglar A bilan B ni ichiga kirib ketyapti. Mana A o'zi A qatoriga yozganmiz, A5 qatoriga yozganmizda, lekin B qatoriga ham o'tib ketyapti ekan. Biz buni qilishni ikki xil usulimiz bo'ladi. Yoki перенести tekst qilamiz. Mana yuqorisida shu главный menyuda yuqorisi mana главный degan menyuda bitta переносить tekst degan, перенести tekst yoki переносить tekst degan joylari bo'lar ekan. Xo'p, biz mana shu ikkita главный menyu bilan перенести tekst qilib qo'yishimiz mumkin ekan. Bu qanday qilinadi? O'sha ustuniga o'sha chiqib ketgan kategimizdan ustiga mishkani olib kelib, mishkani chap tugmasini bosdim. Перенести tekst qilib qo'yishim mumkin ekan. Перенести tekst degani tashqariga chiqarmaydi-da, faqat mana shu kateni o'ziga shu so'zimizni sig'dirib berar ekan. Yoki bo'lmasam biz A bilan B ustunimizni orasiga olib kelsak, mana bunaqa ham chapga, ham o'ngga qaragan strelka paydo bo'ladi. A bilan B ni orasidagi chizig'iga olib kelsak. Mishkan chap tugmasini 2 marta bosish orqali mishkan chap tugmasini 2 marta tez bosib olsak ham o'zi joyini to'g'rilab qo'yar ekan. Yoki bo'lmasam sal surib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, mishkan chap tugmasini bosib turib, sal tortib surib qo'yishimiz mumkin ekan. Xo'p, endi keyin men bu yoqqa jami deb yozib qo'yapman, jami deb. Hop. Qaranglar, mana men hozir jami noto'g'ri yozib qo'ydim. Mana men soni degan joyiga qatoriga yozib qo'ydim-da, o'zi mumkin emas. Xo'p, buni mantiqqa qayta yozmoqchiman, lekin bunaqa qilish shart emas. Mana shu o'rni kelganda aytib ketishim kerak bo'ladi. Jamini agar boshqa yoqqa yozib qo'ygan bo'lsangiz yoki bu yoqqa yoki foiz tagiga yoki boshqa yoqqa yozib qo'ygan bo'lsangiz, uni to'g'rilash usuli juda ham oson. Mana shu chiziqlarimizni ko'ryapsiz, to'g'rimi? Mana shu yashil chizig'i. Ustiga bundoq olib kelsangiz, to'rtta tomonga qaragan strelka paydo bo'ladi. To'rtta tomonga qaragan, ham tepaga, pastga, o'ngga, chapga qaragan strelkamiz paydo bo'lar ekan. Mishkani chap tugmasini bosib turaman, qo'yib yubormayman-da, 10 tomonga o'tkazib mana. B6 dan 10 tomonga. A6 ga o'tkazib mana. Mishkani chap tugmasini bosib turibman-da. Ya'ni mana yuqorisiga olib chiqyapman. Yuqorisiga olib chiqsam, strelkani tagida 4 tomonga qaragan strelka paydo bo'lar ekan. O'sha mishkani chap tugmasini bosib qo'ydim. Qo'yib yubormayapman. Qo'yib yubormasdan yoki men 10 tomonga yoki bo'lmasam chap tarafga harakatlantirishim mumkin ekan. Men hozir chap tarafga harakatlantiryapman. Mana bu jamini 10 tomonga ham, chap tomonga ham harakatlantirishim mumkin ekan. Men web kamera degan yozuvimizni tagiga shunda olib kelib qo'yib qo'yapman. Mishkani chap tugmasini qo'yib yuborsam, mana o'sha botdagi yozgan so'zimiz bu tomonga o'tib qolar ekan. Hop.
endi men bu yoqqa masalan sonni deb yozaman 15 masalan 20 yo taxminiyda endi taxminiy qilib bir 60 ta qilib yozib qo'yaylik. Hop, foiz chiqarishni ham ko'rishimiz kerak ekan. Hop, bularni hammasini mana pastimizda o'sha 140 degan yozuv turibdi. 140 yozuvi turibdi. Biz endi nima qilishimiz kerak ekan? 140 yozuvini. Bundoq hammasini yig'ib, biz общий summani chiqarib olishimiz kerak bo'lar ekan. Bundoq hammasini yig'sak, mishkani chap tugmasini mana shu 15 ustiga olib kelyapman. Mishkani chap tugmasini bosib turibman. Qo'yib yubormasdan 20, 45, 60 ham tanlab olmanda, keyin pastdagi bo'sh kateni ham shu jamiga tegishli bo'lgan bo'sh kateni ham tanlab qo'yaman. Mishkani chap tugmasini qo'yib yubordim. Xo'p, endi mana shu главный menyuda, mana shu главный degan menyumizda biz bundan oldingi darsda o'sha zaполнить qilgandik. Endi biz avtosummani bosib qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. Avtosummani bosib qo'ysak, mana bu avtosumma degan katta bunda E harfi bilan boshlanadigan avtosumma deb yozib qo'yilgan. O'sha avtosummani bosib qo'ysak, bizda nima hodisa bo'ladi? Butun o'sha summani umumiy jamisini qo'shib hisoblab berayotgan ekan. Bu avtosumma qo'shib beradi. Qo'shib berar ekan, u ayirib bermaydi, bo'lib bermaydi yoki bo'lmasam ko'paytirib foiz chiqarib bermas ekan. Shunchaki bu sonlarni yig'indisini chiqarib beradi. Qo'shib, hammasini qo'shib yig'indisini chiqarib beradi. Yig'indisini chiqarishni bu tomondan ham ko'rishimiz mumkin. Masalan, summa deb yozib qo'yilgan, o'sha summasini ko'rishimiz mumkin ekan. Xo'p, bu summasini foizini chiqarishimiz kerak ekan. Buning uchun men foizga o'tyapman. Barobar tugmasini bosdim. 15 ni bosyapman. Mana 15 degan sonimizni monitorga tegishli bo'lgan 15 ni bosyapman. Bo'lish belgisini qildim. 140 ustiga olib kelyapman. Mishkani chap tugmasini bosib qo'ydim. Enter bosib yubordim. Tabiiyki bizda mana shunaqa holat yuz berishi mumkin. Bularni oldini olish, ya'ni foiz chiqarib qo'yishimiz uchun mishkani chap tugmasini bosyapman. Mana shu 0.10 ni bosib qo'yaman. Mishkani chap tugmasini bosdim. Qo'yib yubormayapman. Hammasini 140 gacha bo'lgan hamma jarayonni olyapman. Oldim. Yuqorisida mana foiz degan joy turadi. Bu yoqqa foiz olib kelib mishkani chap tugmasini bosib qo'ysak, mana 11% bo'lyapti. Endi bizda keyingi qiladigan ishlarimizni ham 0.10 bo'lib chiqib kelmaydi-da. Shunda foizini o'zi chiqib kelar ekan. Yana men barobar qo'yaman, 20 ni olyapman. Bo'lib olman 140 ga. 20 ni 140 ga bo'lib olganimda foizini chiqarib beryapti. Yana men barobar qo'yaman, 45 ustiga olib kelib bosdim, bo'ldim 140 ga. Enter bosib yuboraman. Hop, yana barobar qo'yib oldim, 60 ni bosdim, bo'ldim 140 ga. Enter bosdim. Mana. Endi biz umumiy jamisini ko'rib olishimiz, ya'ni umumiy jamisini chiqarishimiz kerak bo'lar ekan. Buning uchun men yana 11 ustiga olib kelib, mishkani chap tugmasini bosdim, qo'yib yubormayapman, pastga tortdim, mishkanim bilan mishkani chap tugmasini qo'yib yubordim, avtosummani bosib qo'ydim. Mana 100%. 100% ligini bilish uchun ham yana bitta usuli bo'lar ekan. Mishkani chap tugmasini bosib turib, bundoq hammasini yig'dim. Ko'rayotgan bo'lsak, bu yerda summa deb yozib qo'yilgan 100% turibdi. Xo'p, 100% turibdi. Shu 4 ta o'sha ustun belgilangan, eng anaqa o'rtachasi 25% deb chiqarib beryapti. 25% anaqasini qiymat bilan chiqarib beryapti. Mana shunaqa usul bilan foydalanishimiz mumkin. Yoki men buni chetga olib qo'yib turay. Chetga olib qo'yib turaydi. Endi foizni yana boshqacha usuli ham bor ekan. Masalan, men hammasini yig'dim. Yig'ib oldimda. Mishkani chap tugmasini bosib turibman. 60 gacha olib oldim. Hammasini yig'ib oldim. Mishkani chap tugmasini qo'yib yuborganimdan keyin bu burchakda mana bunaqa belgi paydo bo'lar ekan. Mishkani chap tugmasini bossam, menda endi format
formatlash, diagramma qo'yish, jamini chiqarish, jadvallarga qo'shimcha qo'yish, ya'ni boshqa narsalarni ko'rsatish mumkin ekan. Endi men diagramma yoki itogaga kirishim mumkin bo'lar ekan. Itogaga kirdim. Eng oxirida bundoq bossa, mana eng oxirida protsent от itoga degan so'z turibdi. Mana o'zi avtomatik chiqarib beryapti. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz 10.71 yana o'sha qo'shimchalari bilan orqasidagi o'sha 10 orqasidagilari bilan chiqarib beryapti. Xo'p, mana o'rtacha qiymatlarni chiqarib beryapti, summalarni chiqarib berayotgan ekan. Hamma qiymatlarni mana bu yerda ko'rishingiz mumkin bo'lar ekan. Счетlarni, hamma summalarni, butun qiymatlarni bu yerdan osongina chiqarishingiz mumkin. protsent от itoga deganni bosdim. Mana o'zi avtomatik chiqarib berdi. Endi men mana shu bu yerda hozir 11, 14, 32, 43 turibdi-yu. Bu yerda bizda 10, 14, 32, 42 bo'libdi. Bularni krupniy qilib hisoblab berish, ya'ni bunga o'xshagan qilib, yaxlit qilib hisoblab berishni yo'li, masalan, mishkani o'sha strelkasini 10.71 ga olib keldim foizga. Mishkani chap tugmasini bosdim, qo'yib yubormayapman, pastga tortib oldim. Mana bundoq pastga tortdim. Qo'yib yubordim mishkani chap tugmasini. Endi mana yuqorida joylashgan ekan. Mana shu yuqorimizda joylashgan ekan. Bu qo'shimcha nollarni qo'yish mana bu tagiga, mana bu yana qo'shimcha nollarni qo'yib ketishimiz mumkin ekan. Yoki bo'lmasam mana shu belgimiz bu yerdagi oxiridagi nol o'sha qo'shimcha narsalarni olib tashlaydi. Buni 14 o'zini qo'yib qo'yadi. Bu yerdagisini ham xuddi shunaqa 14 olib tashlaydi. Masalan, mana bunisini qo'ysa, 14 olib tashlab, 32 ni o'zini qo'ydirib qo'yar ekan. 86 ni olib tashlaydi, okruglят qiladida 43 deb yozib qo'yar ekan. Tushunarli-a? Demak, endi biz nima qilishimiz kerak ekan? Bularni hammasini yig'ib oldim, bundoq yig'dim. Xo'p, bu yerdagi o'sha уменьшить разрядность deganni bosib yubordim. 2 marta bosdim, mana 1 marta bosdim. Yana 1 marta bosib yubordim, mana. Bizda endi 11, 11. Mana buni yaqinlashtirib qo'yadigan bo'lsam, bundoq qilib qo'yadigan bo'lsam, mana. Bu o'zimizda qo'limizda, hozirgina qo'limizda bajardik buni. Esingizda bor buni, qo'limizda bajardik. 11% bo'lsa, biz qanaqa hisobladik? Masalan, bundoq yig'ib olib, buni bosib, itogaga kirib, undan keyin bu yerdan protsent от itoga degan so'zi bor. O'sha bilan bu raqamlarni chiqarib oldik. Bu usul bilan ham qo'llasanglar bo'lar ekan va mana shu usul bilan ham osongina o'sha foizini chiqarib qo'yishingiz mumkin ekan. Buni ham umumiy jamasini chiqarib qo'yar ekanmiz. Hop, mishkani chap tugmasini bosdim, pastgacha tortdim, avtosummaga qo'yib yubordim. Bo'ldi. Mana haqiqatdan o'sha foiz chiqarishni shu yo'l bilan ham chiqarishingiz mumkin. Oson. Mana bu yo'l bilan chiqarishingiz mumkin ekan. Mana shu yo'l bilan ham chiqarishingiz mumkin ekan.